Asablarim og'rirdi, boshlarim, o'tlarim, oyoq-qo'llarim tolardi, o'timam bezovta qilardi. Ali choyini olib, sumbul nimalarini olib, ichimliklarni, surtadiganlarini olib, bellarim ham og'rirdi. Ancha shifo topdim, sal quvvatga kirib qoldim. Bir hafta 7 kun sanab turdim, o'zgardim. Ishtahalarim ham nima edi, ishtahalarim ochildi. Mana shu bir marta keldim, bu ikkinchi kelishim. 75% tuzaldim birinchi ichganimda. Men shu shifoxonaga Andijon oblasidan, O'zbaskan rayonidan, Urganchi qishlog'idan keldim. Asablarim og'rirdi, boshlarim, o'tlarim, oyoq-qo'llarim tolardi, o'tim ham bezovta qilardi. Mana kelib, Ali choyini olib, sumbul nimalarini olib, ichimliklarni, surtadiganlarini olib, bellarim ham og'rirdi. Ancha shifo topdim, sal quvvatga kirib qoldim. Bir hafta 7 kun sanab turdim, o'zgardim. Uxlamasdim, uxladim. Ishtahalarim ham nima edi, ishtahalarim ochildi. Xullas, mana shu tabiiy nimalardan foydalandim. Endi hamma insonlarga ham og'riganlar oldini olsa o'ziga foyda ekan, mana men ham kelib foydalandim. Qolganlar ham kattami, kichikmi, opa-singillar, katta-kichiklar shifo topsa, kelib mana shu yerga murojaat qilsa, shifo topadi, Xudo xolasa. Mana shu bir marta keldim, bu ikkinchi kelishim. 75% tuzaldim birinchi ichganimda. Dori-darmonlarni qilganimda. Meni o'zim xulosam bu. Xudoga shukr, yaxshi bo'lyapman. Ikkinchi nimalarni olib ketyapman, ichib davolangan. Xudo xolasa hammalari kelib, sog'lik salomatlikni tiklayman desa kelib, mana shu Ali doktorimizga kelib, tabiiy nimalarni olib ichishlikni so'rayman.